Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana akamiz Serbiya Slivaga qiziqib ko'chatga zakaz bergan keptilar. Bu 2026-yil 5-may. Aka ko'chatlar yo'qdimi? Ha, ko'chatlaringiz yo'qdi. Shakl bergan mana bu mevali ko'chatlaringiz ham yo'qdi. Xudo olish niyatlar bor, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa endi pishgan paytda xudo xolasa kelib yana bir ko'rib ketamiz. Albatta keling ko'ring. Mana shu tupladan olib, mana shu bog'ni o'zida aka, mana shundan o'sha kurtalarni olib, sheyda ko'paytirib, aka ko'pchilik bog' qilsin deb yaxshi niyatda ko'paytirib qo'yganmiz. Anijoningiz sog' bo'lsin. Ko'rib havas qilyapmiz dedi. Xudo xolasa aka ko'chatlarga 100% garantisini beramiz. Ana o'shanga nimaga ulangan, o'sha bilanchi deb, mana olcha ulanganmiz. Mana aka, mana olchalar o'zi chiqyapti mana aka. Ba'zilar bor, mana qilib ulangan ekan, xato olib qo'yman, arzon olib qo'ymani. O'shancha arzon ekan degan fikrlar bo'lyapti-da. Ba'zilar qimmat ekan deydi, lekin o'sha bitta effekt yaxshi bo'lish uchun shular narxi qimmat bo'ladi, to'g'rimi? Albatta aka, mana. Xudo xolasa kelaverasizlar, sog' bo'lasizlar. Rahmat, Anijoningiz sog' bo'lsin.